Qadrlash, xotirlash bu mentalitetimizga xos qadriyatlar. 9-mayni umumxalq bayrami sifatida nishonlab kelayotganimiz amirida ham aynan ana shu ezgu maqsad mujassam. Ushbu qutlug' kunda urushda jasorat ko'rsatgan ota-bobolarimiz hamda front ortida mardona mehnat qilgan mard va oliyjanob yurtdoshlarimizni har qancha e'zozlasak arziydi. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan ularga alohida hurmat, ehtirom ko'rsatilmoqda. Tadbirlarda Ikkinchi jahon urushi qatnashchilariga O'zbekiston Respublikasi prezidentining tabrigi va bir martalik pul mukofotlari topshirilyapti. Qo'shko'pir tumanida yashovchi Vafo ota Iskandarov 100 yoshda. U ham ayni yigitlik navqiron davrida urush janggohlarida vatan uchun xizmat qildi. Ayni kunlarda uning ham xonadoni to'yxonaga aylangan. Nuroniylar, yoshlar, keng jamoatchilik vakillari otaxonni yo'qlab kelishyapti. Davlatimiz rahbarining alohida unga atalgan tabrigi o'qib eshittirildi. Bu tabrik shunchaki tilak, dil izhorlari emas, balki xalqimizning qahramon avlodga bo'lgan yuksak ehtiromining amaliy ifodasidir. Vafo otaga ham 30 million pul mablag'i va sovg'alar topshirildi. Yildan-yil vatanimiz gullab, yoshnab, hamma tomonlama rivojlanib borayotir. Zamonimizda ko'z tegmasin. Prezidentimizga katta rahmat. Bir og'iz yaxshi gap odamning ko'nglini ko'taradi. Bunday zamonda yashab turganligimizdan o'zlarimiz kecha kunduz shodmiz. Ularga ko'rsatilayotgan e'tibor inson qadrini ulug'lash, tarixni unutmaslik va jasorat sohiblarini ardoqlashning yorqin namunasidir.